Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, meni eng yaxshi ko'rganlarim, meni qadrlagan muxlislarim. Xabaringiz bor, bir necha kunlar oldin onam og'ir xastalikka uchradi. Faqat onamning oyoqqa turishiga Alloh keyin sizlarning duolaringiz sababchi bo'ldi. Xudoga shukr qilaman. Sizlar borki, mana onam oyoqqa turib, duolaringiz ijobat bo'lib, sog' salomat mana bugun onamni jigarimni ko'rdim. Men ham sizlar uchun butun umr xizmat qilaman san'atim bilan. Surxondaryo, sizlarni yaxshi ko'raman Surxondaryo. Ayajon, siz ham duo qilib qo'ying, sizni duo qilgan qanaqdir. Inoya, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Xalqimizga katta rahmat. Qizimni meni duolar qilgani uchun hammasiga kattadan katta rahmat. Sizlar duolaring bilan mana oyoqqa turdim. Qizim ham har doim yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Xalq uchun avvalo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bul ajab davronni qadrin bilmagan nodon ekan. Bul ajab davronni qadrin bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat ko'zi birla alarga boqmasa, kim agar hurmat ko'zi birla alarga boqmasa, ul kishining narxi eski tangadan arzon ekan. Ul kishining narxi eski tangadan